Bugun 13-may, xudo xolasa 2025-yil. Mana Hudson Riverga baliq oviga kiryapmiz. Nasib bo'lsa xudo xolasa 1 soatlik yo'limiz qoldi. Yo'lga chiqdik. Inshaalloh sog' salomat yetib borsa, o'sha yerga bir yo'llar ko'rsatamiz. Qanaqayin qilib ovlash kerak, baliqni oziqlantiramiz. Nasib bo'lsa xudo xolasa niyat qilib bir 2-3 kunlik dam olib o'sha yerga bir kontent yig'ib bir haliga qilib kelmoqchimiz. Nasib bo'lsa vaqt syomkamiz davom etadi. Inshaalloh ko'rib tomosha qilinglar. Mana hammasi sizlar uchun. Sog' salomat bo'linglar. Mana bu yo'llari mana do'stlar, mana kelinglar. Mana nasib bo'lsa xudo xolasa kattasidan trafidan bitta tushyapti. Inshaalloh. Kattami o'ynaydigan? Katta. Ha? Katta. Joyda ilinganlar çok şeyler. Koşma. Hop. Это тушка. Aramat gelinglar qani. Ne? Jabradan. Yo'q, Jabradan emas. Qanotchan siz onu qanotchaga kirib. Плавник помогает. Это второй. Да. А у тебя силиконовый бойл, да? Да, силиконовый бойл. Силиконовый бойл. Это не силикон, это мочалка. А? Мочалка. Mana aziz tomoshabinlar, nasib bo'lsa xudo xolasa 14-may 2025 tong yorishgan pillasi bugun mana shu Hudson Riverga yana balig'imizni ovimizni davom ettiramiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa bugun oxirgi kun uyga qaytamiz. Nasib bo'lsa ertalabdan tabiati butun chiroyli, bir odam bir bahri dili ochiladi. Xudo xolasa nasib bo'lsa mana endi shu baliqqa qiziqadigan, haliga qiladigan odamlarimiz kelyapti. Mana nasib bo'lsa ko'rib tomosha qilib bir bahrilaring ochiladi. Yana syomkani davom ettiramiz. Xudo xolasa tong ertalab soati 5:30. Bugun yakuniy bahoni o'zlaring berasizlar. Mana shu kuyovimiz mana hozir olamiz. Endi bega. Mana shu bizning istagan baliqlarimiz mana. Agar nima qilsak kelinglar, sizlarga ham hammaga yetadi.
Bugun to'lab bergan ekan shuncha narsani ushladik. Mana bu yerga yana bor ikkinchi partiyasi. Qo'linglar marhamat. Mana bu kattalari bu. Sog' salomat bo'linglar. Biza aloqaga. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but Videomizni davom ettirgan holda mana xudo xolasa nasib bo'lsa uyga ham yetib keldik. Mana bugungi kechagi bir nima deydi, ovlagan balig'imiz. Hammalaring sog' salomat, tinchlik totuv oilalaringga. Mana shu bizani trofeyimiz mana shundoq bo'ldi. Xudo xolasa nasib bo'lsa yana endi bu hammasi emas, hammasi qarib bir 35 ta 40 talar ushlandi. Odamlarga tortiq qildik hammasini uyga nima qilamiz biz? Odamlarga tortiq qildik. Undan keyin ham xudo xolasa nasib bo'lsa yana chiqsak yana syomkamizni davom ettiramiz. Ishqilib sog' salomat bo'linglar, oilaviy tinchlik, xotirjamlik hech qachon arimasin. Ko'rishganda ko'rishguncha sog' bo'linglar.